qanchalik insof bilan qilingan ish bu. Xalq tilida ближайший полицейский deyishadi. Yo'lni maxsus mashinani sekinlashtirish uchun qilingan narsa. Buni o'zini qonun qoidasi bor-da. Mana bu narsa razmeri qatga qo'yiladi. Buni kattasi bor bilsanglar, maktablar oldiga qo'yishyapti hozir. Где-то 1,5 metrga balandligi 8 santimetrlik bo'lgan do'ngaliklar bor. Bilmasdan turib, o'rganmasdan turib qo'yib tashlayverish to'g'ri ish emas. Qancha oralikda qo'yilishi mumkinligini ham o'zini chegarasi bor-da. Bunaqa ko'chalar bilasizlar juda ko'p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mana orada beton qilinganlar ham bor. 10 o'rtoqlar, mana shu qancha masofani bosdim deb o'ylaysizlar hozir? Bosib kelgan bo'lsam shu 10 tani ichida где-то bir 100 metr, 120 metr atrofida masofa. Bu qanchalik insof bilan qilingan ish bu. Ko'chada umuman yurma degan ma'noda qilingan. Shunaqa bo'pti. Haqqing yo'q bu ko'chadan yurishga degan ma'noda shuni cho'g'imanda hozir men. O'rtoqlar, o'ylab ko'ringlar. Hammamiz o'lamiz, dunyoga boramiz. Haq so'raladigan narsa, o'sha haqdan so'ralasizlar shu ko'chaga qilganlar. Imkon qadar o'ylab ko'ringlar.